Bolalardagi bosh razmerini katta bo'lishini davolash kerakmi? Nima sababdan bolalarda boshning razmeri katta bo'ladi degan savolni ko'p berishyapti. Bolalarda bosh razmerini katta bo'lishini davolash kerak. Faqat qo'shimcha belgilar bo'lsa, masalan, botayotgan quyosh simptomi deyiladi. Ya'ni bolani boshining razmeri normaga nisbatan anchagina katta. Har oyda bolani bosh razmerini o'lchaganimizda 1 sm, 1,5 sm ga kattalashyapti. Buni kuzatib turiladi. Ya'ni o'tgan safar o'lchaganimizda 45 bo'lsa, bir oydan keyin o'lchasak 46, 46,5 ga yetib qoldi. Har oy o'lchaganimizda 1 sm dan kattalashyapti. Buni davolash kerak. Qo'shimcha belgisi mana shu ko'zida botayotgan quyosh simptomi. Hozir rasmni qo'yib ketaman. Bundan tashqari ko'p qayt qilish, holsizlik, bezovtalik, uyqu buzilishi shu kabi belgilari bo'ladi. Agar bola vizual qaraganimizda bosh razmeri katta, lekin boshqa hech qanaqa belgisi yo'q. Uyqu va tetik rejimi joyida, bolani boshi juda ham katta tezlikda o'smayapti. Ya'ni 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oyda ham bir xil razmerda o'sha katta holatda turibdi, faqat o'sib ketmayapti. Bu holatda umuman davolanmaydi. Qo'shimcha belgilari yo'q. Ya'ni qayt qilmaydi bola, yaxshi uxlaydi, bitta uxlab, bitta turadi. Xullas, qolgan hamma holati fiziologik normal holatda bo'lsa, buni umuman davolashning keragi yo'q.